62 mingga hozir 3 xonali uy chiqqan. Mana bu domimizda. Manzilni ko'ryapsizlar, Indeks bozori. Bu yog'imizda mana shu xonadonimiz domi. Pastroqda esa Turon metrosi. To'la xonadonimizga kirib kelyapmiz. Bu domni o'zi aslida ko'pchilik aviatsiyada ishlaydiganlarga tegishli bo'lgan. Sababi bilsanglar, mana ko'ryapsizlar, sira shu yerdan bilsa bo'ladi, kim ko'p sayohat qilishadi. Mana bu yoqqa o'tamiz. Detskiy xonasi sababi Indeks bozorining o'rnida esinglarda bo'lsa, oldin aerodrom bo'lgan. O'shani hisobiga ham ko'pchilik aviatsiyada ishlaydiganlar ishxonamga yaqin bo'lsin deb mashinalardan uy olishgan ekan. Endi darshi o'tiramiz. Bu frantsuzskiy planirovka hisoblanadi. Umumiy maydoni plus minus bilan 72 kvadrat metr chiqadi. Endi darshi o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa mana 5 ga 5 zalimiz ko'rib turibsizlar. Top-tozagina ozoda kirib yashashga tayyor. Uy egalariga srochniylor bo'lganligi sababli ham arzonroqga berib olyaptilar. Nima uchun srochniy deb so'rasanglar, mana bizdan xudo xolisi uy olyaptilar. Mana bu hojatxona. Bizdan uy olyaptilar. O'shaning uchun ham bir ikkisiga qarab o'tirmay, niyat xolislik, o'g'ondan maza qilsin deb arzonroq olsin, tezroq ishi ham bularni ham ishi, meni ham ishim bitsin degan maqsadda berib olyaptilar. Balkon oldiga chiqarilgan mana oshxonamiz. Endi mana shu balkoniga ozgina qarab olsangiz, prinsipi kirib yashashga tayyor xonadonimiz. Umumiy maydoni 72 kvadrat metr tashkil qiluvchi 3 xonadan iborat 3-etajda 9 etajli domda joylashgan xonadonimizning narxi $62 ming. Shoshib qolinglar do'stlar.